bo'lasiz? Va alaykum assalom. Xush vaqt bo'linglar. Assalomu alaykum. Albatta, har bir futbolchi borki, shu orzusi bo'ladi jahon chempionatida ishtirok etish, jahon chempionatida o'ynash. Bu meni eng katta orzularimdan biri desam bo'ladi. Albatta, mana shu narsani yaqinda o'ylab turdim. Yaqinda bir jamoaga muxlislik qilib turardik. Mana Allohga shukr, Alloh rahmati bilan o'zimiz ishtirok etamiz. Bu juda ham odamni xursand qiladi, chunki jahon chempionatida boshqa komandalarga muxlislik qilardik. Mana Xudoga shukr, o'zimiz qatnashyapmiz. Endi oson o'yin bo'lmadi deb o'ylayman, chunki har bir o'yin o'ziga yarasha qiyin o'tdi, mashaqqatlarga boy o'tdi. Endi bu yerda ikkita o'yinda Vizdagi, uydagi o'yinlarda shu e'tirof etgan bo'lardim. Shu O'tkir akani ikkita seyfi juda ham muhim bo'ldi, shu penaltilarda. O'sha Shimoliy Koreyaga qarshi o'yinda. Endi nima desa bo'ladi, bu jamoaviy tayyorgarlik bo'ladi hammamizda ham. Endi varatarlarda asosan shu quruq o'yin o'tkazish bo'ladi, maqsad xudo xolasa. O'zgarishlar asosan nima desa bo'ladi, shu texnika, taktika o'yinlariga asoslangan bo'ladi. Shunda deb o'ylayman, ko'proq. Alhamdulillah, muhit a'lo darajada, yaxshi kayfiyatda tayyorgarlik ko'ryapmiz. Asosan shu intensivlik, yuqori intensivlik trenirovkalar mashg'ulotlar bo'lyapti. Shu tempga, jahon chempionati tempiga tushish ham, xudo xolasa jahon chempionatida ham temp juda yuqori bo'ladi. Shunga tayyor bo'lishimiz uchun hozirdan mana shu tayyorgarliklarni ko'rishimiz kerak. Shu bosqichdan o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta, bu yoqimli, chunki o'zimiz ham bu yerda sinab olamiz, nimaga qodirligimizni, nimaga tayyorligimizni. Lekin shunisi yoqimliki, nima desa bo'ladi, shu kuchlilarga qarshi o'ynagan sari sizni potensialingiz ham ko'rinadi. Qanchalik yuqori darajada ekanligingizni, misol o'zingiz ham bilib olasiz. Demoqchi bo'lganimki, shu tempda, shu bosimda o'ynash juda ham yoqimli. Xudo xolasa shu jamoaviy o'yin ko'rsatib, hech kimdan kam emasligimizni isbotlaymiz, xudo xolasa. Yaxshi o'yin ko'rsatib, xudo xolasa yutib, muxlislarimizni xursand qilamiz degan umiddamiz. Yosh o'yinchilardan Abbosbek Fayzullayev olaylik. O'ziga yarasha kreativniy o'yinchi. Shu tomonlari bilan yoqadi. Endi qiynalishda qiynalmaymiz. Shu kreativlik bo'yicha Abbosda baribir o'zgacha bor. Dribling.